2026-yil ham kirib kelganiga ancha bo'ldi va bizga bir-biridan qaynoq premyeralar taqdim qilinmoqda. Masalan, fevral oyidan beri davom etayotgan Jodugarlar jangi yoki Frieren so'nggi manzilga kuzatuvchi animelari. Va bu animelarni ishlab chiqarish hali hamon davom etmoqda. Yaxshi tomoni shundaki, bu animelar o'zbek tiliga ham professional tarzda o'girilmoqda. Jodugarlar jangi animesining taxminiy qismlari 28 ta bo'lishi kutilmoqda va hozirda 8 ta qismi taqdim qilindi. Frieren animesi esa 6-qismga keldi va bu ikki anime bizga yanvar oyining oxirida taqdim qilingan. Bugun esa 3-mart. Mana bir oydan beri bu animelar ishlab chiqarilishini davom etmoqda va oxirgi qism esa taxminan aprel yoki may oylarigacha cho'zilishi mumkin. Shu o'rinda sizga aytib o'taman, mart oyida ishlab chiqarilayotgan animelar yoz fasligacha ham davom etishi mumkin. Sababi studiyalar birgina qismni ishlab chiqarish uchun kunlab yokida haftalab vaqt ketkazishadi. Shu sababdan bahor faslida chiqadigan animelarning oxirgi qismi yoz faslida yakunlanish ehtimoli juda ham katta. Bu yil bizga rostdan ham qiziqarli va yangi animelar taqdim qilinadi. Mart oyida bizga unchalik ham ko'p animelar taqdim qilinmasa-da, lekin fevral oyida ishlab chiqarilishni boshlagan animelar mart oyida ko'rinish beradi. Lekin bu degani mart oyida anime chiqmaydi degani emas. Pokemon Horizons animesining 3-fasli, Fire Force animelarining ham 3-fasli taqdim qilinadi. Lekin bu animelar bizni hududda unchalik ham mashhur emas va ko'p tomosha qilinmagan. Shu sababdan menimcha bu animelarga alohida to'xtalib o'tish shart emas. Lekin oradan bir oy o'tib, aprel oyida bizga juda ham qiziq va deyarli barcha anime tomoshabinlari kutayotgan animelarning yangi fasli taqdim qilinadi. One Piece animesining yangi filmi, ReZero animesining 4-fasli va ko'pchilik kutayotgan Qo'shni farishta animesining 2-fasli ommaga taqdim qilinadi. Bundan tashqari yana 5-6 ta animelar ishlab chiqariladi, lekin yuqorida aytganimdek, ular bizni hududda unchalik ham mashhur emas, balki endi mashhur bo'lib ketar, bunisi endi noma'lum. ReZero animesining 4-fasli juda ham qiziqarli bo'lishi kutilmoqda. Sababi bu anime tomoshabinlari rostdan ham ko'p va anime juda ham qiziqarli. O'tgan safargi video kommentariyasida ham ReZero animesi juda ham ko'p tilga olindi. Agar sizga ham bu anime yoqsa, kommentariyada ReZero zo'r deb yozib qoldiring. Qo'shni farishta animesining 2-fasliga keladigan bo'lsak, menimcha unchalik ham katta burilishlar bo'lmaydi. O'tgan safar ham 12 ta qismda ular arang do'stlashib olishgan. Bu safar ham yana 12 ta qism taqdim qilinadi. Shaxsan o'zim esa bu animeni 24 ta qism bo'lishini kutgandim, lekin boshqa iloji yo'q. May oyiga kelib esa Mening qahramonlik akademiyam, Dr. Stone kabi animelar taqdim qilinadi. Bevosita may oyida ReZero animesi hali ham davom etayotgan bo'ladi. Iyun oyida ham bahor faslida ishlab chiqarilayotgan animelar davom etadi, lekin bizga bitta yangi anime taqdim qilinadi. Uning nomi Black Torch, o'zbekchasiga Qora mash'ala. Lekin bu animening mangasi 2018 va 2019-yillar oralig'ida ishlab chiqarilgan edi. Mana qariyb oradan 7 yil o'tib, bu mangani animesi ishlab chiqarilmoqda. Iyul oyida esa eng ko'p animelar taqdim qilinadi. Masalan, Omadsizning qayta tug'ilishi 3-fasli va bu faslning nomi Reinkarnatsiya deb nomlanibdi. Quloqqa eshitilishi yoqimli, lekin aytilish qiyin. Bu fasldagi voqealar rivoji qanday bo'lishi hali noma'lum, lekin Rateusni yangi sarguzashtlar kutib turgani aniq. Yozning eng katta premyeralaridan biri Bleach animesining final qismi 2026-yil iyul oyida boshlanadi. Bu mashhur shonen seriyasining asosiy voqealarining yakuniy arki bo'lib o'tadi va uzoq kutilgan final ko'rsatiladi. Iyul oyidan uzoqlashmaymiz. Skelet Ritzer bo'lib boshqa olamda nomli animening 2-faslining 1-qismi 1-iyul kuni taqdim qilinadi. Bundan tashqari iyul oyida ko'rmagan va tanimagan animelar taqdim qilinadi. Bular haqida ham gapirishni kerak yo'q, shu sababdan avgust oyiga o'ta qolamiz. Lekin avgust oyida ham aytarli animelar chiqarilmaydi. Lekin yaxshi tomoni, iyun va iyul oyida taqdim qilingan animelarni hali hamon tomosha qilayotgan bo'lamiz. Sababi boya aytganimdek, bahor oyida chiqadigan animelarning yakuni yoz oylarida yakuniga yetadi. Shunday ekan, iyun va iyul oyida chiqqan animelar avgust va sentyabr oyigacha davom etadi. Shu o'rinda aytib o'taman, agar sizga arzon, sifatli va eng muhimi ishonchli donat servis kerak bo'lsa, men sizlarga James Fire donat xizmatini tavsiya qilaman. Va bu servis orqali siz juda ham ko'p mobil o'yinlarga donat qila olasiz.
Albatta, servis havolasi videosida va kommentariyasida bo'ladi. Va nihoyat, kuz fasliga ham yetib keldik. Sentyabr oyida bizga ajoyib animelar taqdim qilinadi. Bular Moviy quticha va Qora Klever animelarining davomi. Moviy quticha animesining yangi fasli unchalik ham birinchi fasldan katta farq qilmaydi, lekin Qora Klever animesi esa yangi ark bilan, ya'ni Spade Kingdom Arc animatsiyasi bilan qaytadi va bu juda ham zo'r. Oktyabr oyida esa ko'p animelar taqdim qilinmaydi, lekin bitta ajoyib premyera chiqarilishi kutilmoqda. U ham bo'lsa Sekiro No Defeat animesi. Ko'rinishiga qaraganda jangari va psixologik animelarni eslatadi. Va bu menga bir tomondan Berserk animesini yodga solmoqda. Noyabr oyiga kelib tomoshabinlarga yangi premyeralar taqdim qilinadi, lekin u animelar haqida alohida gaplashamiz. Sababi ular rostdan ham tahlil qilishga arziydigan animelar bo'lyapti. Yilning so'nggi oyi, dekabr oyida maxsus yangi yil shukuhi uchun animelar taqdim qilinadi. Ularning nomini ekraningizda ko'rib turibsiz va bu animelar dekabr oyi ichida to'liq yakunlanadi. Bundan tashqari noyabr oyida chiqishni boshlagan animelar ham dekabr oyida davom etadi. Bugungi video shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang va kanal rivoji uchun o'z hissangizni qo'shing. Videoda katta yoki kichik xatoliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz va bu xatoliklarni keyingi videolarda to'g'rilashga harakat qilamiz. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida Neko bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.